Opa, nima bu? Hayot mamot masalasi. Bu retseptga rioya qilmasangiz, sizga meditsina ham yordam bera olmaydi. Shunaqa jiddiymi? Jiddiy. O'qing. Xo'p. Ertalab soat 8:00 da xotinimga $200 pul berishim kerak. Har kuni 6 oy davomida. Shuni bir oy qilsak, Yo'q. 6 oy davomida har kuni soat 8:00 da. hech bo'lmasa $100 qilsak-chi? Yo'q, Bu ham bo'lmaydi. bo'lmaydi. To'g'ri kelmaydi. Soat 11:00 da yaxshi o'tiribsanmi deb SMS yozishim kerak. Yo'q, boshqatdan o'qing. Bunaqa yozilmagan. Asalim yaxshi o'tiribsanmi deb. Ha, ana, asalim обязательно bo'lishi kerak. Soat 13:00 da obedga bu narsa jo'natib yuboraymi deb telefon qilishim kerak. Shu shartmi? Shart. Har kuni. Har kuni soat 13:00 da. Soat 16:00 da kutilmagan tarzda kartasiga 1.215.000 so'm tashlashim kerak. 6 oy davomida. Shuni 1.200.000 qilsa, Bo'lmaydi, chunki kurs o'ynayapti. soat 20:00 da bu narsa olib uyga borishim kerak. Bo'ldimi? Yo'q, boshqatdan o'qing. U bu narsa emas. Yaxshilab o'qing. Gul, shokolad va qimmatbaho sovg'alar olib uyga borishim kerak. Mana shu gul shokolad sizni hayotingizni qutqarib qoladi. Rahmat, doktor. Buni 3 oy qilsak hech bo'lmagan. Yo'q. 6 oydan keyin kelasiz, analizlarni topshirasiz, keyin men siz bilan gaplashaman. Bo'ling, arzimaydi. Hop. Keling. Endi xudo xolasa, 1 oyda mashinali, 2 oyda uyli bo'lasizmi? Doktor, biroq yaxshi doktor ekansiz. Hamma dugonalarimga sizni tavsiya qilaman. Rahmat.